Hop, akalar, hammaga salom. Bugungi ishimiz mana Nexus 3 zaslonкасidan boshlab olganmiz. Bitta suringchi Muhammadjon. O'zini fotoda sursa ham mana tiralib qo'yapti, bag'iga ochilmayapti shu mana. Yorib qaraydigan bo'lsak, yo'qmi? Hop, buni xudo xolisi yuvib tozalab, chekkalarini tozalab qo'yiladi. Imkon darajada tiralmaydigan qilib. Tozalagan holatida ham tiralyapti bu. Juda ko'pida bo'ladi bu narsa. Endi muammosi zaslonkaga berib qoladi. Agar 3 ta zaslonkaga beradigan bo'lsa, zaslonka holat toza ko'rsatsa, yechib turib, shuna qo'lda surib ko'rish tavsiya qilamiz. Shuna holat bo'lib turib qoladigan bo'lsa, 100% muammo zaslonkani o'zida bo'ladi. Endi hop, ishlarimizdan biri mana 78 miyamiz, Malibu 1.2, xudo xolisi immov jarayoni. Immov tayyorlab, xudo xolisi o'ziga zapis qilamiz terminal orqali. Foydalanayotganimiz shu mana terminalimiz bo'ladi. Kimga shuni xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bexijolat immov bo'yicha, восстановление bo'yicha, programma bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisi ishlaringni chiroyli qilib bitirib beramiz.